Udum mayı olsa 2011 yılı 3. ayda kurulgan bulup hozirgacha qurilganlikda biz 15 yil tarix bo'libdi bizga asosan 15 yilning ichida bizning asosiy qilganimiz qaysi desa birinchidan davlatimizning ichidagi va davlat sirtidagi sopqonliq nasllik otlardan kirgizib buni biz birinchidan biqish undan keyin ko'paytirish ya'ni nasllantirish yana undan keyin har qaysimiz davlatimizda har qaysi klublarga o'tkazilgan musobaqalarda musobaqa o'ynash asos qilib kelgan bo'lib hamda hozir kelguncha bizningki udum mayadan chiqqan otlarimizdan birinchidan bu Tesla. Undan keyin bizniki ya'ni urug'liq otlarimizdan ya'ni musobaqa otlarimizdan qo'yansha Amerika. Degandek otlarni yetishtirib chiqdik. Bu otlarimiz yillarning mobaynida izchil turda davlatimiz ichida o'tkazilgan har qaysi musobaqalarda yaxshi natijani saqlab keldi ham xalqimizniki qo'llab-quvvatlashiga erishdi. Undan keyin yana bu shirkatimiz bizniki shu 2022-yili shu viloyatimiz tavasida Otbaygi maydoni yo'q bo'lishidagi bir bo'shliqni to'liqlashni maqsad qilib, bizniki shu ittifoq kenti tarafdan 368 million yer setib oldik. Endi bu yerda hozir tayyorlik xizmatlarimizni qilib turyapmiz. Ya'ni 2 yildan keyin partiya hukumatining qo'llashi ostida o'zimizning tirishchilik bilan yana 2 yildan keyin shu bizniki Otbaygi maydonimiz Xotanda xalqaralashgan o'lchamlik bir Otbaygi maydoni sap chiqmoqchi bo'ldik. Muborak bo'lsin. Rahmat elim, rahmat. Sanmi Buchaqchi Xotan kamiding. Naq maydonni bizniki kasblarimizni ko'miding. Sening kanginingga rahmat ham o'z ko'zing bilan ko'rib, o'zingning ta'siratini, hissiyotini bir turdashlarga o'rtoqlashsak. Bo'ldi, kachataq yo'q. Men shu tunugin kelgan Xotan udun ochiliqiga. Mush Xotan kelib, nayt ko'zim ichilib qoldi mening finsilarim bo'lsanglar. Men bu nurg'oyan aylandim. Ammo men Xotan udun ochiliqidek mushtaq muhit pakkes kasbiylashgan biqish uslubi demsizlar hamma jihatdan mush xalqaro o'lchamga yetgan birdan bir Xotan shu Xotan udun ochiliq ekan a. Haqiqatan ko'zim ichilib qoldi. Xotanninki sharoit bo'lamdi. Hamma jihatdan chiqib og'zimda gap kelmayotdi, gapning jing'amdi. Hayajonlanib cho'm ot biqishdan mashinchi olami yuqori pallik ochib qo'yotgan bormi degan ko'nglimda işte bir gap so'zlar urilib ketib bordi, shuning sal gap qilanmay ketib bormay. Qolgan ne? Xotan udun ochiliqqa kelib, ko'zinglar ko'rganda ama Shavkat rastga qilib ekan, Tursun kamishkisa deb apyonlunchiga shuningdek xo belgisini to'shtirib, ishlaringlar o'ngishli bo'lsin, utuqli bo'lsin degandek yaxshi tilaklarni yozsanglar bizga bo'lgan bir texmi bir madad bo'ldi ekan. Texmi aka ochiliq bo'lgan hurmatimiz oshib ekan aka. Sizga ko'pdan ko'p rahmat aka. Rahmat. Xotan udun ochiliqi, Xotanga vakolatan bak cho'ng ishlarni qilib sizlar. Rahmat. Yana birisiga Xotanga emas, Shinjongga vakolatan asla ko'pdan ko'p rahmat aytaman akajima. Ochiliq ajoyib. Cho'ng to'kib ketibdi vallah. Ko'prak taqib Tursun kamning abaytinki gap so'zni 368 million yana tegidan ilib ayaga xalqaroliq o'lchamda Otbaygi maydon yasash degan gap o'zinglar o'ylab beqinglar qanchalik mablag', qanchalik nurg'un nima ketadi aka buningga bakchiq patarda bu yermi Xotanda Baygi maydon bitmoqchi. Ko'prak taqib aymay yurqinlarni besib, Guanzhou deganni besib qo'yib, kunda nochimallarni huzuringlarga sunib turman. Endi aka shu naq maydonlar Xotanning sharoitini 2000 bo'ldi. 记得点赞关注哦。